Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Mana biz Sankt-Peterburg shahrida turibmiz. Avtovokzal, Nabrijniy avtovokzal oldida turibmiz. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turganingizdek vokzal ko'rib turibsizlar. Nabrijniy avtovokzalimizni hozir video davomida hamma yo'g'ini ko'rsatib, sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kimda kim Toshkent Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus, Uzavtotrans-servis avtobuslarida ketmoqchi bo'lsa, Nabrijniy avtovokzaliga kelasizlar. Kassalarimizdan bilet xarid qilib, avtobusga o'tirib Toshkent shahriga yo'l olishingiz mumkin. Video davomida hamma narsani ko'rsatib, yoritib boramiz sizlarga. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turganingizdek Nabrijniy avtovokzali zal qismidamiz. Prohodnoy dverlarimizdan kirasizlar. Mana pasportni kontrol, hammasi tekshiruvdan o'tasizlar. Va mana kassalarimizni ko'rsatib o'tamiz. 1, 2, 3, 4, 5-kassalarimizdan Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha biletlarni xalq qilsanglar bo'ladi. Biletlar olsanglar bo'ladi. Ayni daqiqalarda Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha chiptamiz narxlari 5000 rublni tashkil qilib, bemalol 5000 rubl evaziga Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus qatnovlarida bemalol uyga yetib olishingiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, ekranda kimda qanaqa murojaatlar bo'lsa, ekranda qoldirilgan nomerlarga telefon qilib biz bilan bog'lanishingizni so'raymiz. Obuna va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang.